Olimlar ilk bor Oy tuprog'iga o'xshash sun'iy muhitdan no'xat yetishtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu tajriba kelajakda Oyda uzoq muddatli kosmik missiyalar davomida astronavtlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash imkoniyatlari o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida no'xat urug'lari Oy tuprog'i simulyatori va organik moddalarga boy vermikompost aralashmasiga kelib, o'simliklar muvaffaqiyatli o'sgani kuzatildi. Biroq 100% sun'iy Oy tuprog'ida ekilgan urug'lar gullab, hosil bermagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, no'xat oqsilga boy ekin bo'lgani sababli kosmik qishloq xo'jaligi uchun istiqbolli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bu kabi tadqiqotlar kelajakda Oyda inson uchun oziq-ovqat yetishtirish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Yevropalik olimlar samolyot va kosmosdagi sun'iy yo'ldosh o'rtasida lazer orqali juda tez ma'lumot uzatishga muvaffaq bo'ldi. Tajriba davomida samolyotdan Yer orbitasida taxminan 36 ming kilometr balandlikda joylashgan sun'iy yo'ldoshga lazer signali yuborilib, barqaror aloqa o'rnatildi. Sinov vaqtida ma'lumot uzatish tezligi soniyasiga 2,6 gigabitga yetdi. Bu tezlikda mutaxassislarning ta'kidlashicha, masalan, HD formatdagi filmni bir necha soniya ichida yuklab olishi mumkin. Tajribalar Fransiyaning Nim shahrida o'tkazilgan parvozlar davomida amalga oshirildi. Lazer aloqa tizimi maxsus Ultra Air qurilmasi yordamida ishlangan. Bu qurilma samolyot harakatlanayotgan paytda ham lazer nurlarini sun'iy yo'ldoshga aniq yo'naltirib, bir necha daqiqa davomida uzilishsiz aloqa saqlab tura olgan. Lazer aloqa texnologiyasi an'anaviy radio aloqaga qaraganda tezroq va xavfsizroq bo'lishi mumkin. Kelajakda bu texnologiya samolyotlar, kemalar va uzoq hududlarda yuqori tezlikdagi internet va aloqa xizmatlarini ta'minlashga qo'llanilib turmoqda. Xitoyda dunyoda ilk bor natriy-ion batareyasi bilan ishlaydigan elektromobil taqdim etildi. Avtomobil Xitoyning Chang'an kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, unda yirik batareya ishlab chiqaruvchi CATL kompaniyasi yangi texnologiyasi qo'llanilgan. Yangi elektromobil an'anaviy litriy-ion batareyalar o'rniga natriy-ion batareyasi bilan jihozlangan. Bu texnologiya arzonroq xomashyo talab qilinishi va sovuq ob-havo sharoitida ham samarali ishlashi bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil bir zaryad bilan taxminan 400 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta oladi. Shuningdek, batareya -40 gradus kabi juda past haroratlarda ham o'z quvvatining katta qismini saqlab qoladi. Tadqiqotchilarning fikricha, natriy-ion batareyalar kelajakda elektromobillar uchun muhim alternativ texnologiyaga aylanishi mumkin. Chunki natriy zaxiralari dunyoda keng tarqalgan va ishlab chiqarish xarajatlari ham nisbatan arzon hisoblanadi.